GJ6108 motorimiz. Mana buniki qipchiqdik davlena tashib olyapti. Hamma joyini yangi qilganmiz. Endi valini chiqarib oldik. Valni minusga olib tashlagan ekan. O'zi 0.25 edi. Endi 0.50 ga olib pogruchikka qo'yish xavfli. Shu uchun endi yangi val zakaz qildik. Xudo xolasa. Yangi valimiz kelsa, davlena ertalab 4.5 ko'taryapti. Suv 60 ga bormay 0 ga yotib olyapti. Polni kanallarni tekshirib chiqdik. Oxiri ayb valdan. Buni texotlarni qilyapmiz. Ana yangi model. Tormoz samotarmajeniya bo'lib qolyapti ekan. Bunga ham vakuumchasidan zakaz qildik. Bu 30-25 larda vakuumi. Bu vakuumdan yo'q. 1.8 zakaz qildik. Xudo xolasa moslab qo'yib beramiz buni o'rniga.